Assalomu alaykum kuzatuvchilari va xodimlarimiz. Mana bugun do'stlar sizlarga Xudo xolasa bugun 40 ga 260 bo'lgan hisobimizni arzon qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha bahoni qilib. Hisobimizga keladigan bo'lsak, alamalar shivillidan yig'ilyapti. İşleri 1.8 bo'lib ketdi, boltlari ham. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa poliga ham 1.8 bosib olsak ekan deb o'ylab turibmiz. 1.8 bo'ladi, polni Xudo xolasa 1.8 qilamiz. Oldi asosan chiqishlari ishlar qo'yib oldik. Ishlarga shivillar qo'yib oldik. Endi zamok qatadi. Zamokga ham har xil bor, bilasizlar, 750. 1.5 tonnalik ham bor. Resullariga keladigan bo'lsak, resullari katta mashinaning resulli behijolat 1.5 tonnanga olaveradi. 1.5 tonnani sezmasa ham deydi. Resul o'ta baquvvat resul. Buni ko'rik mashinasiga ulaymiz, xudo xolasa. Tayyor bo'lganini ham albatta qo'yishga harakat qilamiz vaqtga qarab. Ko'p syomka qilgani qo'l tegmayapti akana. O'shancha yengil relslar chiqarib boryapmiz. Shu hali uzilib qolmasin videolarimiz deb. Har kuni qo'yishga harakat qilyapmiz. Ba'zida vaqtdan bo'lmay qolyapti qo'ygani. Yana bir ko'radigan bo'lsak, amazatri bo'ladi. Amazatri blankasi. Baholasa. Gruntopga sepib stalni qo'yamiz buni. Rangini. Endi rangini xohlagan ranglarni zakaz berishdan mumkin. Sepib beraveramiz. Asosan stalni endi chiroyli chiqadi. Hali gruntopga kulrang. Nima deydi, yana ajoyib gruntopga rangi bor, qoradan siyoh rangga o'xshaydigan ranglar bor. Shunaqa pisotlar ham ko'payib ketdi. Biz bunaqa qilmaymiz akalar. Asosan stalni sepamiz, chunki chornoy kraskada, u mana bu ramkasini o'zini shunaqa rang qilib, matsinkovka qilib qo'yyapti hozir ko'pchilik. Chornoy kraska. Shu chornoy gruntopkasini urib, o'zi aslida gruntopkada, gruntopkasini urib ustida stalni sepib qo'yamiz, lak sepamiz kraskalarga. Bu hali kraskalarda farq bo'ladi. Nimaga qimmat sizlarga deyiladi hamma telefon qilib. O'sha ko'rgan arzon psep bilan tayyorlab bersangiz, odamlar olmaydi, hayron qolasiz. Lekin sifatli narsani arzon so'rayveradi. Biz O'zbekiston xalqi. Arzon qilib qo'ysangiz ma'qul kelmaydi. Aytib unaqa ekan, beti bunaqa ekan, usta deb. Ay yaxshi deb. Xalq bilan hamohang ravishda xizmat ko'rsatib boramiz, qo'ldan kelgancha xalqqa. Endi nima deymiz? Ishni sifatli farqiga boradiganlar ham bor, bormaydiganlar ham bor. Nomi pisib bo'lsa olib ketadiganlar ham bor. Sifatli ish beradigan pisib oladigan odamlar ham bor. Tushunmagan odam nomi pisib bo'lsa olib ketaveradi. Bunga ertaga bu bo'ldi, usta deydi. Biz uni qo'limiz tegsa ham qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Akalar, bizda bo'layotgan videolar ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Videolar chiqarishda davom etamiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Hammani Ro'za oyi bilan tabriklaymiz. Hamma eson-omon tutib olishini tilakdoshimiz. Hammaga sabr, kuch-quvvat, shiddat, shijoat tilaymiz. Sog' bo'lasizlar akalar.